Bismillahirrohmanirrohim. Iqro surasi 19 oyatdan iborat. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Iqro boshida kasra bilan boshlanadi. Buni qanday bilamiz desa, mana alifdan tashqari ikkinchi harf, alif bilan hisoblaganda 3-harf, mana boshdan hisoblaganda 3-harf harakatiga qaraymiz. Alif 1-harf, qof 2-harf, ro 3-harf. Agar shu 3-harf fathalik yoki kasralik bo'lsa, boshiga ham kasra olib kelamiz. Agar zammali bo'lsa, zamma olib kelamiz. Shundan bilsa bo'ladi. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Iqroda qofda qalqala bor, ro tafhim yo'g'on. Ro deganda hamza ustida sukun bilan kelyapti. Ozgina taqalish beramiz. Bi ismi bo'lmaydi. E'tibor beringlar. O'rtaga alifni mana xira qilib qo'ygan, ya'ni o'qilmaydi. S'ga urishtirib olamiz. Bismi robbikallazi kafda lamga urishtiramiz. Zdan keyin mattabiy kelyapti. Zda til bosamiz. Mattabiyda 1-2 deguncha cho'zamiz. Robbikallazi xalaq. Xo yo'g'on harf, istilo harf. Qofda sukun berib to'xtaganimiz uchun ham yo'g'on harf bo'lgani uchun yo'g'onroq qalqala beramiz. Xalaq. Xalaqal insana min alaq. Xalaqo degani yo'g'on harf kelyapti. Lamga urishtiramiz. Xalaqol deb qalqala bo'lib ketmasini e'tibor beramiz. Birinchisi lam ketdi. Mavz talbikka o'xshagan lamda, ikkinchisi alif hisoblanadi. Insani mana tagida hamza bilan kasra kelgani uchun i o'qiladi. Insana. Nun s'ga ixfa bo'lyapti. S'da chiqadigan joyga yashiramiz. Insana. S'dan keyin mattabiy kelyapti. 1-2 deguncha cho'zamiz. Min alaq izhor qoidasi kelyapti. Nunda aniq bildiramiz. Aynga yo'liqqanligi uchun. Oxirida sukun berib to'xtaganimiz uchun yuqoriroq qalqala beramiz. Alaq. Iqro va robbukal akram. Iqro degani qalqala kelyapti. Oxirida hamza bilan sukun kelgan uchun taqalish beramiz. Va robbukal akram. Bu yerda mana birinchisi lamlik uchun ketdi. Ulavordik. E'tibor beramiz. Robbukal akram bo'lib qalqala bo'lmasin. Robbukal akram. Bu ikkinchisi alif, alif ustida hamza, hamzaning ustidagi ad o'qiymiz. Akram. Akrama bo'lmasin. Akram. Og'zimizni yopganimiz bo'yicha to'xtaylik. Allazi, mana bu ham boshiga fatha yozilmagan, lekin fatha beryapmiz. Arab tilida ism bilan boshlangan so'zlar harakati bo'lmasa alif qo'yiladi. Ammo iqrolarda bular fe'l bo'lganligi uchun fe'lda o'zini qoidasiga qarab fatha, kasra yoki zamma qo'yiladi. Allazi zadan keyin mattabiy bor. Allama bil qalam. Qalami demaymiz. Qalam mimda og'zimizni yopgan bo'yicha to'xtaymiz. Chunki mim labda orasidan chiqadigan harf. Allamal insana. Yana bunda allamal deb lamga uladik. Insanada yana ixfa bo'lyapti, ya'ni nun s'ga ixfa bo'lib yashirin olyapti. S'dan keyin mattabiy bor. Insana malam. M'dan keyin mattabiy bor. Alif borligi uchun og'zimizni katta ochib olsak, o'zi mati yaxshi chiqadi. Lam, ya'lam og'zimizni yopgan bo'yicha qaytib ochmaymiz. Bo'lsam lama, ya'lama bo'lib qalqala bo'lib ketishi mumkin. Kalla innal insana la yatgha. Kalla da lamdan keyin munfasil kelyapti. 4-5 harakat cho'zish ixtiyoriy. 2 harakat cho'zish shart, lekin 4-5 qilishlik ixtiyoriy bo'ladi. Cho'zgan yaxshiroq. Kalla mana to'lqin ham kelyapti, alif ham kelyapti, orqasidan hamza ham kelyapti. Shuning uchun mat munfasil. Innada tashdidli nun kelgan uchun g'unna bor. Insana mana alif tagida i kelyapti, ixfa kelyapti, yana mattabiy kelyapti. La yatgha to qalqala, yo'g'on harfni qalqalasi ham yuqoriroq chiqadi. G'o oxirida mat bilan kelyapti, ko'proq cho'zamiz. La yatgha
Ar-ro'a nunni roga kirgizib yuboramiz. Idg'om qoidasi kelyapti. Ya'ni g'unnasiz idg'om qoidasi kelyapti. Nunni ro'ni ichiga kirgizib yuboramiz. Ro'a ho'sta hamzani ustiga a o'qiladi. Ro'a deb cho'zmaymiz. Ar-ro'a hustag'na ozroq. Ar-ro'a o'zi a desak o'zi chiqadi. Hustag'na hni sega urishtiramiz. Hustag'na oxirini ham ozgina cho'zib qo'yamiz. Sal ko'proq cho'zsak, yana ham yaxshi, chunki ham to'lqin kelyapti. To'lqinda ko'proq cho'ziladi. Tagida alifcha kelyapti. Inna ilada mana inna tashdidli nun kelgan joy g'unna qilamiz. 4-5 taga ushlab tursak bo'laveradi. Inna deb. Inna ila deb cho'zib qo'yamiz. Inna degan sirasi ilaga o'tib ketamiz. Inna ila robbika ruj'a iladan keyin mana alif mat kelyapti. Robbikar deb roga urishtiramiz. Ruj'a da j qalqala. J yo'g'on harf bo'lmagan uchun qalqalasi unaqa yo'g'on emas, o'rtacha chiqadi. Ruj'a aynan keyin mat kelyapti. Aro'aytallazi yanha Aro'aytallazi hamzani ustiga a o'qiymiz. Aro'ay yedi ham sukunini to'liq beramiz. Tdlarga urishtiramiz. Lazi yanha bu yerda izhor qoidasi. Yanha nunni aniq bildiramiz, orqasida ha kelyapti. Oxirida mat tabiiy bir cho'zib to'xtaymiz. Abdan iza solla abdan da b qalqala dan izhor qoidasi hamzaga yo'l qo'yapti. Iza da zadan keyin mat tabiiy bir solla oxirini ko'proq cho'zamiz. Aro'ayta in kana 'alal huda Aro'ayta hamzani ustiga a o'qiymiz. In kana da kafga nunni ixfo qilamiz. In kana 'alal huda 'alal da haga urishtiramiz. Huda da oxiri cho'ziladi. Aw amara bit taqwa Aw deganda lablarimiz do'rda aytiramiz, keyin vav chiqadi. Aw amara bit taqwa bda ham o'rtadagi alif o'qilmay qolib ketadi. Taqwa da qofni qalqalasi bor, yuqoriroq chiqaramiz. Va deb keyin v ni cho'zamiz. Orqasida mati bor, uzoqroq cho'zamiz. Aro'ayta in kazzaba va tawalla bu ham aro'ayta hamzani ustiga a o'qiymiz. Yerda sukunni beramiz. Aro'ayta bo'lib ketmasin. Aro'ayta yerda ham sukun to'liq berilishi kerak. Inda kafga ixfo. In kazzaba zalozga til bosiladi. Va tawalla oxirini cho'zamiz. Vovda labimizni do'rda aytirib chiqaramiz. Alam ya'lam bi anna Alloha yara. Alam da mimni beramiz to'liq sukunini. Alam ya'lam bi anna Allohada mim b ga yo'liqqanda bu yerda ham nun b ga yo'liqqanda iqlob bo'ladi. Endi bu yerda ixfo bo'ladi. Mim b ga yo'liqqanda ixfo shafaviy bo'ladi. Ya'ni lablarga yashiramiz. Nimani? B harfi labdan chiqadigan harf bo'lganligi uchun mimni b da chiqadigan joyga yashiramiz. Ya'ni ya'lam bi anna Alloha deganda og'zimizni ichida gugurt cho'p chiqadigan joy ochiq qolishi kerak. Alam dedik. Ya'lam ya'ni mim to'liq chiqib ulgurmaydi. Gugurt cho'pcha joy og'iz labimizda ochiq qoladi. B da chiqadigan joyga yashiramiz. Ya'lam bi anna Alloha nunda g'unnasini beramiz. Bi anna Alloha Alloh lafz jalolasi fathadan kelgan uchun o'rtadagi tashdidli lam o yo'qolyapti. Yaro r tafhim ya'ni yo'g'on bo'lib kelgan uchun yo'g'onlashtiramiz. Oxirida mat kelyapti. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Kalla da mat tabiiy bilan kelib cho'zamiz. La illamda g'unnasiz idg'om ya'ni nun lam yo'q qilgan uchun ichiga kirgizib yuboramiz tashdid boriga o'xshatib. Yantahida nun t ga ixfo bo'lyapti. T chiqadigan joyga nunni yashiryapmiz. Yantahi bo'lib ketmasin, h degan cho'zish yo'q.
La nasfa'amda idg'om iqlob qoidasi kelyapti. Ya'ni mana la nasfa'amda ayn ustida mimcha, ya'ni b ga yo'liqqanligi uchun nun mimga almashib ketyapti. La nasfa'am bin nasiya nunga alif mat kelyapti. Oxirida toy marbutan hayqirib to'xtaymiz. Nasiyatin kazibatin khoti'a. Nasiyatinda mad tabiiy bor. Tinda kafga ixfo qilyapmiz. Kazibatinda kaftanga yana alif mat bor. Tabiiy mat chizamiz. Kazibatinda zira til bosamiz. Tilda tagida izhor qoidasi, ya'ni tanvin kelyapti. Kazibatin khoti'a. Qattiq xodi oga o'qiymiz. Undan keyin alif mat kelyapti. Ozgina cho'zamiz. To tafhim harf yo'g'onligini beramiz, ya'ni istilo harfi. Khoti'a. Oxirida toy marbutan hayqirib to'xtaymiz. Khoti'a. Falyad'u nadiyah. Fali bo'lib ketmasin. Fal yad'u da qalqala. Nadiya nadan alif mat bor. Diyah oxiridagi hni yana sukun berib to'xtaymiz. Sanad'u zabaniya. Sanad'u zabaniya. Sanad'u da qalqala bor. Z ga urishtirib olamiz. O'rtadagi mov alif bilan lam o'qilmay qolib ketadi, chunki za shamsiya harf. B dan keyin alif mat kelyapti. Zabaniyah oxirida toy marbutan hayqirib to'xtaymiz. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kallada mat bor, cho'zamiz. La da ham tabiiy mat bor, buni ham ozgina cho'zamiz. Tuti'hu to'li yo'g'onligini beramiz. Ayn sukun beramiz. Tuti'hu bo'lib qolmasin. Tuti'hu bo'lib aynda ichkariroqqa chuqurroq kirgizib sukun beramiz. Tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud wasjud emas. Wasjud bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Wasjud da qalqala bor, s da yo'q. Waqtarib qofda yuqoriroq qalqala bor. Waqtarib oxirida b ham qalqala qilinadi. Sadaqallohul azim. Video foydali bo'lgan bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyada yozishni va boshqalarga ulashishni unutmanglar. Alloh manfaatli qilsin.